Gülnün bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Koyaş söygen gülnün bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Şuma bəxet kiler ezeldir Koyaş tekillik ayirdir Şuna bakıp kiler azaldı Bu yaştaki yıllık ayrıdır Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzekliğe Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzekliğe Deydi atılar Bəzide taş koyup köksüge Tavlası deydi atılar Bəzide taş koyup köksüge Taralgan mihir Yurtudu alem kütkün Aileden taralgan mihir Yurtudu alem kütkün Ata kılsa söygüge takdim Sadakatke tolgan bir kümün Ata kılsa söygüge takdim Sadakatke tolgan bir kümün Yaman bulsun demez sanılar Fakat yer perzekliğe Yaman bulsun demez sanılar Fakat yer perzekliğe Havlası deydi atılar Bəzide taş koyup köksüge Tavlası deydi atılar Bəzide taş koyup köksüge Yançoğunuzda mən bilmeydiğen pullarınız cıqıyıp qağa oxşamamdı. Xəxni restorana başlaydıqanğa. Manda dəng. Ma öydeki pulun nemişki berkit yoxdu desəm, əslində pulunu aparıb restorandaki heliqi nayna xenimli xəşlər ötüb dikensizdə. Öy ekirsəm, bir taqsı lağmamı berəmisən ağinamğa. Restoranı başlap qoyğunumğa taq örülüp şey mı? Man kelgende öğrenip düşüdüğün həcəb yüzsüz talqına o. Mən çox qarang, o lağmanның pıltısını sizin heliqi atam köymegen, anam köymegen, müzimərq ağinaz üçün ekirmegen. Uqdınız mı? Muşu kündü özgermeydiğen neyim bağ desefka? Ayşemgül'ün mücazı özgerdi mi, özgermedi mi? Onu öğünge oğandı bilimiz. Azıç aldırap birini desek bo'lmaydi. Xatirjam bo'ling Samatga. Kelinimizningki oddiy soddaligi, oq ko'ngilligi, mehmondo'stligi, qilchilik o'zgarib qolgani yo'q. Ey bo'ldi, hey muxbir. Xotiningni danglavama. Mening demakchi o'g'lim qara. O'g'il bola deganga o'g'il, xotin tepiladi. Ota-ona qarindosh tepilmaydi-jimi? Shundoq.
Apang bo'lsa yashinib qoldi. Pat yo'qlab turmasang bo'lmaydi. Voy yo'qlab turma aka. Apam mening qishimditdi. Bu yerga kunammidim deb yana yutqib ketib oldi. Demismi rost. Uning qarindoshlari, tonish bilishlari hammasi shu yerda tursa, uni kelib shaharda turg'izib olsang, yolg'izchilik zerikib, demis qilib qoladi. Lekin turmush halakchiligi, aldirashlikni deb apamni vaqtida yo'qlayolmayapman aka. Aparatni bo'yningga esilib, shamsha so'kildab yurib, meningdan aldirash odam yo'qmikin deb qoldingmi? O'zimizning yizdagi yangiliklarni, taraqqiyotlarni yezib keladisan, sening boshlig'ing seni ishxonasiga solib olmaydigan bo'ldi. Voy, nim bo'ldi? Boşraq to'layli boşraq. Haqning xotinlarimiz-chu, ma qo'llarimiz qerib ketmasin, jiriklashib, satlashib ketmasin deb xemir jug'amaydigan bo'lib ketdi. Men az jug'amdim sizning xemiringizni. Sizdan boshqa adam bo'lgan bo'lsa-chu, voy jinim xotin, men 20 yil xemir jug'urib bergan ishchan qo'llaring mushummu deb mishaycha, laqqa oltin bilazikka to'shqizib etgan bo'ldi. Sening zibizinatlaring oz emas-ku. Sana mushkilda xeme yuqurish ig'ir keldigan bo'lib qoldi. Atidan boshlab xemeni men yuqurayamsa, choyni tozasil o'yinsil bo'ldimi? Voyey. O'z vaqtida sizmi toza o'ynagan? Bu shunda o'tni jahon, endi biz o'ynasak bo'lmamdikan, ha? O'ynisizlar qana. Fuqadan chiqib o'ynayapsizlar. Lekin ma uyni, bola chaqalarni, onalik burchlarni, odamgarchilikni bu yangi qarzni unutib qolmay o'ynasizlar qana. Voy, ajab to'ydimish qarz degan gapdan. Qarz o'schu akshi o'g'andikan pul tepib to'lang-a? Ya bo'lmasa men tog'oq suzgichimni, ufpa angliklarimni setib to'lab beraymi ya? Haqmijo, mok qarzni elib yashaverdikan. Men unda qilmayman. Mok og'am bilan yurak pok yuradigan gap xotin. Qarz men to'laganim bilan sen beyib ketamaysiz qara. Qarz ko'paygan siri yurak tushadigan tog' tig'im yig'ilishidi. Voy shu tog'mi shunchalik yurak bo'z tusha? Undaq deb ketmagan. Yurkim bo'g'ash qolgandimi seni? 20 yilning oldida yuriki o'tib ketgan deb sen o'taqamini? Voy qo'g'am, kimga debdimi? Qo'shangning qiziqchi. Manda deysizlar. O'z vaqtida shu qo'shnamning qiz bilan men muңdishib yurganman. Yo'q, gapni qilmag'ana xotin. Rost deysiz. Men ashundaq og'ziga kelganni jo'ylaydigan xotin. Mening siliq gaplarimni qulqingizga qo'pol olinadigan bo'ldi mushkulda. Qo'shnamning qiz bek chiroyli gap qilarmikan. O'tirib Bojimovka. Ha, bo'ldi. Teg so'yib beramisanmi-ku? O'z qo'lim bilan sen to'g'ri so'yib berma. Voy, rahmat Samatga, rahmat. To'q so'yib bermisanmi? Sizlarning uyga boradigan bir yo'lim bor mening. Uyinglarga cho'qim boraman. Men qara burunqi Samat akam emas. Po'lat boyning sut mahsulotlari korxonasi bor-ku. Qancha tegib qo'shib, ballarim rusilib qoldi. Voy, ha? Yanchig'im burunqida kunda bo'sh emas. O'tirib bo'lgan, sen deydigan bir muj gaplarim bor. Oldin gizdan chiqaramsan taka. Qaysi Po'lat boy aka? Qaysi Po'lat boy bo'lib turgan? Hilmavarning kuyovlichi. Oy, nim deydigansan? Heliqi olma setib yurdiganligi Po'lat yig'lanqi shu emas-ku? Dal topdim. Shuma? Uning Urumchida geldi. Zohran tanıydigan. Tanıyman. Po'lat boy bor-ku, hozir u buruq yig'lanqi Po'lat emas. U hozir mishat tijorat qilyapti-da. Uning tijorat qilgan joyi jiq qara. Bugun Shanxay usta, at Beijing uchidi. Urumchida korxonasi bor-ku, bizning yizimizdan 50 ga yaqin qiz o'g'il yigitlar ishlaydi. Katta ish qildi Juma aka. Samatga, Po'lat hozir qayerda? Men shu Po'lat boyni izlab kelganman shunga. Bu. Hey, o bayan bana tunuştaklı bilingende dana. Ben onu nerede ko'rgandimmi deb o'ylab ketibdiman. Mening mush ko'zimnize. Ko'zim davamigina sen. Mush ko'zing sening yaqin odamdan yot ko'ztig'im bo'lib qopti. Meni o tanima bo'pti. Kulib qo'yib o'tiraverman. Po'lat boyni tanimasang, ranjib qolajmi senda? Aka, uni bog'o, men yurgim tuniganda qilganda degina. Samatga, uning bilan ko'rishmagili uzun bo'ldi emasmi? Qara Asqarofga.
Ya Polat'ның sənəmi köyüp qilib, yığılab жүрген vaqtlarını unutub qalmağan sen? O isimde Samet'ka, isimde. O bir şirin əslimiden ha. Onu qandaq mı unutup qağılı bolsan? Garipcan, yığılman. Senemcan'la hazır alanmışsınız. Kim pul tapqanda alasınız desek onun yığız teqimi küçüp ketken demez mi? Ay Sənəmcan çox ara. Hazır Şanxay'da bir çoğ restorandan qocayını. Polat bayam onunla telefonda paranlaştık o deyme. Ha. Onun bir yerde durup Ha. Şanxay'daki kodunu bilen Kenkuşa'da paranlaşkını bir kızıqalık işini isim bir selvatıdı. Qaysı işini işin sağandıqqa? Çaq-çaq qilib otamsan ya. Kim çaqçaq qıptı? Xoşnamның kızı. Bek çıraylık mıken? Ha? Bek chiroyliq. Lekin sanga yetmaydi xotin. Yalğan gap qılmang ha. Ağzınızı şunda degen bilen, közleriniz çandırıp koyuvatıdı. Oy. Sizda yurak yo'q davatmamdan. Yo'q yurakda o't bo'lamda. Xoşnamның kızını köse lavuldap kuyup, meni köse öçüp kaladigan, aşında yüzü qilin, yüzsüz yürek oqşaydı o. Ma'qul. Bugun sen nimani desang davagina. Og'inam saqlab qolmasin. Ko'ynakdan birini chiqa. Chiroyli kiyinib restoranga boray. Voy, gepbek yo'g'ongi bugun, ha? Üst-başlarga zang saladigan bir naynaq vamtı o restoranda. Maň bir dep bering şu naynaqni. Xalqning üst-başıga zang salganning ta'mini toza bir tetitib qo'yay. Üzənglər qaynab ketyapsan xotin. Sening zang salğınыңmıca aytıb manga. Ular toy qılmagan çağda nədik yanfın deysiz aka? He. Polatның Sənəmcanını köygüsü gelse, ulanın hoylusu tizek taşlaydı kendine. O. Tizeknin hoyluğu pok gıdıqıp düşke avazla anlayan Sənəmcanның yürekleri oynaqşıp, talağa qarab oqdek yügreydi gelmez mi? Acayip alaqılısı kende ola. Polat'ның taşlagan teziki Sənəmcanның közü gül körünü güttü de. Bir günü Polat taşlagan tizek, yelim kamның vağı, dümbüskü gup bıdıqıp düşüptü. Abla. Burandak etilip çıktı demem sen. Sənəmcanını saxlap doğam, biçarı Polat, yelim kamını körep üle tirlişi qarabay geçipti. Üyü çıqoğla bir yanmacıma hadi. Biçarı Polat, kaça pul gıdıqıp östen geçip gitipti o. Abla. Kanda hukukadı deyme o. Suuz işini okumayt demez mi? Oğluğa tezek taşıp Sənəmcan bile körüşken toyptu da o Garipcan. Şu işten keyin tizeknin kipini çıqasaqla mişildap yığlaydı qalı bulup aldı. Geldi de bu çerge qal. Söygünün dadısı qoğulsa yığılmay küler de şu ha. Men bolsam külütte. Kir kiyimlar qog'oz ishlarimi to'lib ketibdi xotin. Tolup ketken bolsa haqtalab qilmagandı. Kir degan aşında ba'zi yig'ilib qoldi. Beka bo'lganda, vaqt chiqqanda juyimiz. Paks kiyim kerak bo'lsa-chi, ani kiralig'i. Tokki chetib suvni quyib qo'ysangiz cho'klayverdi. Fatimxonning qo'li yo'q ekan deb to'xta olamdi keyi. Endi ma qo'llarimni suvga tiqib, japa tatqim yo'q. Nana qizimni hergiz bunda o't ishtamayman. Sizning maqsadingiz bugun zali meni shu choyga bag'izmaslik shundami? Ma'qul. Choyg'imi bormabdimi? Bulamda Muhabbet degan ba'zi kuzda esa, ba'zi yig'ildi degan emas bu. Shu yili kuzda Sanamning uyiga elchi kirgizibdi-ki, Elimkam, "Mening undaq bekotalat tezekchiga boradigan qizim yo'q" deb unumabdi ekanmish. Bu ishdan bag'o, mening bu azdalik xabarim baqar. Elimkamning aşı gepi Polatga eg'ir kelib ketgachga hammamizdan baldur savdoga kirishib ketmasmish. Shunga bag'o, o'g'aval degan tirishib, pul topmasa zodi bo'lmaydi ekan. Rost aytsam, pul bo'lsa bag'o, xalqni rozi qilgan oldi. Shu 100 obro'm taqin oldi. Shunda. Voy. Andarak aka yaxshi tudingizmi? Avval yaxshimi? Kadir avval aka, o'zing avval yaxshi-da? Yomon emas ishlar. Bu yigitni tanidingmi? Hozir tanıyamadım-ku. Yig'lama yigit degan she'rni unutib qolgan o'xshamamdiq yig'lango. Bu Asqar o'xshamamdi bu.
qandiroq o'g'lim. Yaxshimi, salomat Voy. Ey, bayan yoq ko'zimga cheketkidan tikilib turguchi, men Asqar deb mo'ri solmam deyman. Ko'zining dadi o'g'ashqa toza iniq tanıyamadi seni. Ranjimajmi bundan? Ranjib baqsin cho'qina. Avaylab ot tizekni deb yeni bir başır yazama. Fıratbay, pulni bek jektep ketib, adam tanımaydigan bo'lib qolgan o'xshamamda. Meni tanimadi deb ranjib qolmagansa, ha? Qana, yuqorgi tafka madash. Seni yavuz bir mehmon qo'lay chaylar, ha? O'tir. Yo, uzun jahon bo'lib turibdi biz ko'rishmagilar, ha? Aysa aka, Fatimada. Menmo uzun o'ltamay. Opam dadam tuyuqsiz yurtga mangdigan bo'lib kelib, bizim pulga ehtiyojli bo'lib, shunga kelishimdi. O'tganki bir tuman pulning yerimini olsimi, ahati tushkichi bir amalni qilib beralasizlarmi? Opam dadammo sizlarda pul bo'lmay qolsa, ularni hijolat qilib qo'ymayli deb boshqalardan so'rab vaqticha. Lekin boshqalardan chiqmadi. Shunga bir amalni qilib bergan bo'lsangiz aka. Onda bo'lsa men bu chiqay. Rahmat. Oltumudun qofkam. Quruqlab chiqamsa. Tushkichi yana kelar. Ma. Mush kallamda xiyol bak chiqdigina haqiqat ranjiman. Bu kallada xiyol qancha ko'p bo'lsa-mu, adab axloqni unutib qolmaymiz, Po'latboy bachcha. Voy, bo'ldi qilam, adamni xijli qilmay. Bo'ldi, senda ayb yo'q, aycho. Pishimdan turdi. Ey, manga nima qaraysiz? Sirtqa chiqib pulni amalni qilmamsiz, erkish o'g'andikan. Sanemcanni nima deb Shanxayda yolg'iz qo'yib qo'ydik. Buni sen obdan bilsa. Burun mush sanamni ko'gim kep ketsa, o'ynisiga bir necha kunda bir qitib berib, tezek tashlaydim. U meni ko'zlam qizil guldek vallahi eslik tutdigan o'xshaydigan qizi. Şu qizil gulni purayman deb qiynatamni peshasini tasqaldigan vaqt yeri o'tdi. Mana endi tezek tashlashning-mi? Hajt qolmagan chaqda qiynatam oq ko'ngil rahmatlik bu dunyoning yo'rug'idan ayrilib qoldi. Senem bilan bizmi oyda yilda bir qatim ko'rishdigan bo'lib qoldik. Pul topama deb yurib, Sanemcanni qiynab qo'ymaydingmi, birodar? Hozirgi sen degan sanamga o'xshamaydi, ha? Qachon osmondan tezak tushakin deb talmirib qarab o'tirdigan. Uningga Urumchi bilan Shanxayning oralig'i vaqo, qo'g'illikning yo'lda ko'p qoldi. Uning hozir ishlari bak oldirash. Sen bu muşlar aparatı boynunu esip yürüyemey, umarım muşlardan hikayet yazsam olmamdı. Voy, yazmaz aka, yazmaz. Polat bilan Sanemga o'xshash boshlamchilik bilan egilik tikliganlar tashviq qilish obyekt emas. Egilik tiklashni biz amdil boshladik. Bizning bosadigan yo'llarimizni aytijaq. Yazdım deplam, pek aşırı etmeyeceğim ayna, ha? Jirona haftalarım, bizimle barayla. Sebat kanalını kızlık yapıdım, sevdim kalgaslar. Sizleri görüp çok ara. Aş yürküm vıldı kötürülüp kaldı da. Yaş vaklarım isim gibi kuvatıdı. Semetka, uyunuzga basak akçan kattıklardan başka hiç mi yoktan evde? Korkma Afka, Semet kattık mı ba? Yengem tijdiqda Sametka. Yengenin kesin toğırlığılı ne var? Oy, sen bu işleri tek anlamağa mıydın? Hey Sametka, bu yaşangan vaxtında yengemizin ayrılıp qalğının yaxşı olmaptı cuma. Ağzımı geldi de hemmi gep devirdi kese kara. Kim yaşlanıp kaptı? Semet Akan yap yaşı mı tehe? Tolu yaşlanıp kaptı de şimdi tekme. Yağmığa kütek tek tutmadım bana. Ya, mening demekçi oğlum, ben seni qirdim edim. Bu yengemiz senin eğirini az götürmegende, şuna mı? Karam tapkan təginini buzgan xotan senin eğirini götüreyim ha. Ey xotan pulunu avaylap kaçlaydı. Ciqiysek müngüz çıkmaydı desem. Xalqlar seni bekar Semet qatık demek bitan deb ko'zning junisi chiqib o'tirdi. Şoğa kiyginimiz tizimizini açmadı. Men Semetkamga dedim qara. Bu yengimiz hajlab kes qanchalik hajlab ketdi, yesi qanchalik yeb ketdi deb.
Şu emasmi? Pul degan koni qadinasidan ortiq emas-ku. Shu? Yengimizga uvalabdi Samatga. Ey, beshingi kamigicha uqmaysan. Shu xotin g'oyib bo'lgan kuni uyga qo'ygan narsa keraklar joyida turadigan bo'ldi. Uydik shu narsalar yengimizning o'rnini bosolmaydi-ku, deyman aka. Boytaqchilik yetam desa ukam. Uzang bek Uzangxon. Topgan tagini buzib chachdigan odam yo'q. Birini ishga qilaman desam qila oladi ekansan. Nima qildi xotin deganda? Samatga bormayman degan tugmanga, ya'ni berib qolma yana, ha? Shu tugmanga borib ishkangni beraveringlar, meni so'ramay. Men-chi, buningdagi pul tozatmay pul topman. Pulli bo'lsa, xotin bo'lmasa bu kunim guldab o'taverdi meni. Zerikib qolsam haqasingda bor. Pul topsang jangali sho'rpa deganni anglaganmi? O'tiqa. A sho'rpini yengem bilan billa o'ltirib ishsang, teg'mi yaxshisin o'g'itda qachon. Hay akam, yolg'iz ishsam singiyverdi men qara. Siz undaq degan bilan Samat aka, yolg'izchilik yomonkan. Siz nihoyat obdan bilasiz. Sanammo Shanxayda restoran ochqili xeyli yillar bo'lib qoldi. Men bu tijoratchilardan shunda oldirashib ketdim. Ba'zida jiroqyalarda oylab turib qolaman. Shu chaqlarda mush qarindoshlaringizni, uy ishi balavoqlaringizni seg'inib ketsangiz, bu topgan pulingiz ko'zingizga faqat ko'rinmaydi emasmi? Shunda. Sen o senamga g'erib ko'ygandagini ko'yib to'y qilgan. Ota ana hünün